Assalomu alaykum hammaga. Bugun koinotga uchadigan raketadan tortib, osmonda suzib yuruvchi shargacha bo'lgan hamma narsa qanday uchishini bilib olamiz. Umumiy 4 ta parvoz prinsipi mavjud. Ya'ni 4 ta tur. Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ballistik parvoz. Ballistika eng sodda va qadimiy usul. Tasavvur qiling, siz toshni juda qattiq otasiz. U tezlik bilan yuqoriga ko'tariladi, lekin yonilg'i sarflamaydi. U faqat yerning tortish kuchi, ya'ni gravitatsiya ta'sirida yana pastga tushadi. Raketalar yulduzlarga yetib borishi uchun yonilg'i tugagandan so'ng xuddi shunday parvoz qiladi. Ya'ni yonilg'i tugagandan so'nggi parvoz ballistik parvoz prinsipiga bo'ysunadi. Yana misol tariqasida, Oyning yer tortishish kuchi sababli yer sharimiz atrofida aylanishini olaylik. Insonlar bundan foydalangan holda yer atrofida aylanuvchi o'z sun'iy yo'ldoshlarini uchirishgan. Ularning shu parvoz prinsipiga bo'ysungan holda uchishi sabab bizda internet, GPS va boshqa telekommunikatsiya imkoniyatlari mavjud. Ikkinchisi, aerostatik parvoz. Havo shari, aerostat. U osmonda suzib yuradi. Aerostatika bu sodda tilda aytganda suzish parvozi. Havo shari qanday uchadi? Shar ichidagi geliy yoki boshqa gaz tashqaridagi havodan yengilroq hisoblanadi. Xuddi suvga tashlangan yog'och parchasi suzib yurganidek, yengil gaz sharni yuqoriga itaradi. Bu parvoz turi juda sokin va osoyishta bo'ladi. Uchinchi prinsip. Raketa dinamika. Raketa dinamik parvoz kosmosga chiqish usuli. Raketa kuchli dvigatel ishlatadi. U yonilg'ini yoqib, juda issiq gazni katta tezlikda pastga yo'naltiradi. Bu gazlar raketani shunchalik katta kuch bilan yuqoriga itaradiki, u yer tortishish kuchidan bir necha marotaba oshib ketadi va kosmos tomon olib boradi. Bu eng kuchli va eng tezkor parvoz prinsipi hisoblanadi. To'rtinchisi, aerodinamika. Aerodinamika bu samolyotlar siri. Ular qanotlari bilan havoni kesib o'tadi. Samolyot qanoti shunday shakldaki, havo oqimi qanot ustidan pastiga qaraganda tezroq o'tadi. Bu tezlik farqi qanotni pastdan yuqoriga ko'taruvchi kuch, ya'ni liftni hosil qiladi. Samolyot esa oldinga uchib, doimiy ravishda havoda ko'taruvchi kuchni ushlab turadi va uchoqlar parvoz qiladi. Bugun sizlar bilan havodagi 4 ta parvoz prinsipi usulini ko'rib chiqdik. Obuna bo'lishni unutmang va keyingi darslarni o'tkazib yubormang.